Bizda yangilik Motorollar uchun muddatli to'lovlar ochildi akalar. Muddatli to'lovga Motorol xarid qilish uchun fuqarolik pasporti kifoya. Xurshidjon, muddatli to'lovga do'konimizda qanaqangi modellarimiz bor? Bizda har xil modellar bor. Birinchi mana arzondan boshlab ketamiz, qimmatlarini oxirida ko'rsatamiz. NRX Moto stakanchi model deyiladi. Elektro tritsikl 300 kilogacha yuk orta olasiz. 12 oyga bu 1 million 20 ming so'mdan chiqadi. Xo'p, 6 ta 32 li akkumulyatorda bo'ladi. Motor miyasi 1000 wattli bo'ladi. Ham yo'lovchi tashuvchi, ham yuk tashuvchi hisoblanadi bular. Xuddi shunday. Oldida labovoy Bluetooth kolonka bilan jihozlangan. Yaxshi. Keyingi modelimiz NRX Moto Electro tritsikl bo'ladi. Bu ham 300 kilolik. Narigindan faqat bortida farq qiladi. Bortida farq qilishi bu ham passajir holatda bo'ladi. Passajir holatda bo'ladi. Ham yuk yuklasiz bo'ladi bunga. Rasa ham hali ro'zg'orbob hisoblanadi bu Motorolamiz. Buni ham motor miyasi 1000 wattli bo'ladi. 300 kilogacha yuk oladi. Yuk oladi. 300 kilodan ham oshiq oladi. Endi 300 kilo tavsiya qilinadi-da. Keyin buni plus tomoni oldida jitkisli bu. Jitkis tormoz bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi modelimiz 500 kilo haydovchilarga rasa hozir ommabop bo'lib turibdi. Hozirgi kunda 500 kiloli Luyang variantimiz bor. Buni oylik to'lovi 1 million 330 ming so'mdan chiqadi. O'zbekiston bo'yicha 12 oy ichida 1 million 330 mingdan to'lanadi. Har oy to'lashadi. Motor miyasi 1000 lik bo'ladi buni ham. Hop, akkumulyatori 6 ta 52 lik bo'ladi bu. Oldida labovoylari, kaska, komplektida hamma narsalar beriladi. Buni orqasi ham passajir holatda bo'ladi. Bo'ladi, bu yerda ochiladi bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqaga ham dala, dasht, xir adirlarga bemalol oilaviy yo do'stlar bilan shashlik qilib piknik tashkillashtirsa bo'ladi. Yaxshi. Hop, navbatdagi modelimiz Luyang 1 tonnali L modeli. Bu ham rasa xalqimiz suygan modellardan hisoblanadi. 6 ta 52 li akkumulyator bilan jihozlangan. Motor miyasi 1500 wattli bo'ladi. Oylik to'lovlari buni 12 oyiga 1 million 485 mingdan 12 oy bo'ladi. Kuzovlari 1.80 uzunligi 1.80 ga 1.30 bo'ladi. 1.30 bo'ladi. Oladigan yuki 1 tonnagacha. 1 tonnagacha olaveradi. 1 tonnadan ham oshiq ko'tarsa, yuklasa bo'ladi bunga. Endi tavsiya qilingani 1 tonna bular. Xo'p, navbatdagi Motorolamiz Luyang tomli 1 tonnali bo'ladi. 12 oyga oyiga 1 million 565 ming so'mdan chiqadi. Bunimiz motor miyasi 1500 wattlik, akkumulyatori 6 ta 52 lik bo'ladi. 1 tonnalilarda kuzovi hammasiniki bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. 1.80 ga 1.30 bo'ladi. 1.80 bunaqangisiga 1.30 bo'ladi. Yana 1.30. Keyin ko'rishingiz mumkin, ramasi juda ham mustahkam qilib ishlangan. 3 qavatli profildan ishlangan. Oldida mana elektronli dvornik bunda, mana ko'rishingiz mumkin. Elektronli. Knopkani bossanglar, o'zi artib yo'llarini ochib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi modelimiz avvalon torpedali deymiz. Bu torpeda desa o'zimiz tushunamiz. Telefon qilib torpedali ko'rdim desalaring, mana shuni sizga video rasmlarni kerak bo'lsa Telegramingizga tashlab beramiz. 12 oyga muddatli to'lovga chiqadi bu. Oyiga 1 million 645 ming so'mdan to'lab borasizlar 1 yil davomida. 1 tonnalik bu. 1 tonnali juda ham mustahkam modelimiz hisoblanadi. Motor miyasi 1500 watt, akkumulyatori 6 ta 52 amperlik hisoblanadi. Jihozlangan. Motorollarimiz barchasida panejni moslamasi o'rnatilgan. Loylarda
og'ir yuk yuklaganlaringda buni qo'shib bemalol foydalanib ketsalar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi modelimiz avvalom BTR model hisoblanadi. Buni rosa internetda mashhur bo'lib ketdi bu. Internet NRX Moto Instagram sahifalarida. Xudo xolasa buni ham 12 oyga muddatli to'lovga chiqarganmiz. Oyiga 1.645.000 so'mdan to'lab borsalaring bo'ladi. O'zbekistonning barcha viloyatlarida bizga aloqaga chiqishaversin. Bu motorolda eslatib o'taman, qo'shimchalari zapaska baloni bor, domkrat, balon kulich, atyorka, kaska, jilet, yomg'irda kiyadigan kiyimlarigacha bor. Hop, labovoy, bakovoy hamma narsasi bor. Bor. Ramalari ham juda mustahkam qilib ishlangan buni. Navbatdagi motorolimiz kabinkali hisoblanadi. 2 tonnali bu. Keyin bortining uzunligi 1.30 ga 2.20. Labodan ko'p yuk oladi bu. Ko'rishlar mumkin. Salon holatlar yangi bu. Yangi salondan chiqdi. Zavoddan o'zimiz yig'amiz, o'zimiz olib kelamiz Xitoydan avvalo. Buni borti uzunligi 2.20, eni 1.30 bo'ladi. 1.30. Salonlarni ko'rishlar mumkin. L9 rangida oranjiy. Tomida luklarigacha bor. Avtomobilning roli BYD korobka, avtomat korobka. Luklari, ventilyator hamma yo'g'i bor. Panejnilarigacha bor buni ham. Panejni skorlari. Xudo xolasa maza qilib haydaydigan narsa. Polilarini ham beramiz. Sozbekka solinmabdi. Polilari ham bor. Mana, qara, eshitdinglar ovozini? Mana. Ko'ryapsizlarmi? Gelik bu. Mana baka o'ylari ko'rishlar mumkin. Baka o'ylari. Faralari mana hali hattoki men salafani ham olinmagan. O'zingiz olganingizda olarsiz. Ko'rib turganlar. Kim olsa ham o'sha deb ko'chirib olib, uyda maza qilib o'ylabi. Rohatlanishadi. Xo'p, buni motor miyasi 1700 watt, akkumulyatori 5 ta 65 li akkumulyatordan qo'yib beramiz. Buni magnitofon, Bluetooth kolonkalari mavjud. Xudo xolasa, keyin qo'shimcha qilib o'rnatishsa bo'ladi. Bizda generator ham bor, отдельный sotuvda. U отдельный hisoblanadi. 2.190.000 da ichida emas. Agar xolovchilar bo'lsa deb aytib ketyapman, отдельный generator ham qo'shib beramiz. Uni narxi $150 bor, $250 bor. Qaysi biri ma'qul kelsa, shunga qarab hisoblashib ketaveramiz. Xudo xolasa O'zbekistonning barcha viloyatlaridan bizga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Hamma viloyatga biz muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bizning manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Ishonarli joylardan hisoblanamiz. O'zimiz olib kelamiz, o'zimiz chetda yig'amiz. Dokumentidan ham muammo bo'lmaydi ertadan keyin. Misol nomer taqishlaring bor. Biz qolgan joyga o'zimiz kafolat beramiz. Keyin motorol olganlaringda buni garantiyasi bormi deganlar uchun bunga 1 oy garantiya beramiz hamma joyiga. Hamma joyiga garantiya beramiz. Akkumulyatori, motor miyasi xudo xolasa unaqa kamchilik chiqqani yo'q, lekin kamchilik chiqadigan bo'lsa, servis xizmati ham bepul. Yangi qo'yib beriladi. Nimasi ketsa, misol buzilib qolsa, hamma yo'g'ini yangi qo'yib beriladi. Bizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'linglar.